Hürmetli vatandaşlar, hammamizga ma'lum. 2-ayning 3-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat mudofaa ministri James Mattis Tokioni ziyorat qildi, avval Koreyani ziyorat qildi. Shu vaqtda Tokioda so'zlagan so'zida Janubiy dengiz masalasini hadisala harbiy kuch bilan hal qilishni emas, diplomatik munosabatlar bilan hal qilishni ta'kidlagan eg'izga olgan edi. 2-ayning 3-kundan hisoblaganda bugun 14, mana shu 12-11 kun ichida vaziyatning yana qanday o'zgarganligini tuvangi maqoladan ko'rib olasiz vatandoshim. Amerika avtomatkalar guruhi Janubiy dengizga atlandı. 12 dengiz milliy atrofiga bo'sib kirdi. Mavzuli xabar 2-ayning 13-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika dengiz armiyasi dal hozir Jungoning Janubiy dengiz to'g'risidagi tashabbuslariga xiras e'lon qilishga tayyorlanmoqda. Amerika dengiz armiya vaqt gazeti 2-ayning 12-kuni mustaqil xabar tarqatib, mundaq ko'rsatdi. Davlat mudofaa amaldorlarining oshkorlashicha, Jungo Janubiy dengizda orol yasaganlikdan va bu orollarni harbiyleştirganlikdan Amerika dengiz armiyasi va Tinch okean qo'mondonlik shtabi rahbarlar Jungo yasab olgan orollar atrofida chorlash elib berishni kuchaytirishni o'ylashdi. Jungo mutaxassisi Jang Junshi 13-kuni Yer shari vaqt gazetining muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Amerika harbiy taraf shu vaqtda mundaq uchur tarqatdi. Qaraganda Janubiy dengizning tinch va muqim bo'lishini ko'rishni xohlamaydigan o'xshaydi. Dengiz armiya vaqt gazetiga xabar yetkazgan 3 nafar Amerika davlat mudofaa ministerligi amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Erken qatnashga munosabatlik chorlash vazifasini Karsen belgilik avtomatka guruhi becerdi. Hozir bu avtomatka guruhi Tinch okeandan Janubiy dengizga yurib ketdi. Amerika harbiy parxodlari Jungoning Janubiy dengiz va g'arbiy taqim orollarida yasab olgan orollarning 12 dengiz milliy atrofiga yetib keldi. Demek 12 dengiz milliy degan gap shu 12ning o tarafidagi 13 deganda eg'izga olmayli bu deganlik nima degan gap? Jungoning bosog'isiga yetib keldi. Jungo Janubiy dengizda orol yasadi. Orol yasab bu orollarni harbiylashtirdi. Boshqa hech kim e'tirof qilmagan bo'lsa, hozir bu territoriya Janubiy dengiz territoriyasi mening tava mening vatanim. Xan davrdan tortib mening zaminim edi deb bo'ldi. Demek şu devirde şu dep bo'lgan paytda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarning Karson belgilik avtomatkalar guruhi 12 dengiz milliy, ya'ni Jungoning bosog'isiga yetib keldi degan. Yuqorqi amaldorlar mundaq e'tirof qildi. Erkin qatnashni qo'g'dash uchun elib berilgan chorlash harakatimiz xiris e'lon qilish deb qaraladi dedi. Kishilar bu xiris e'lon qildi deb qarashi mumkin dedi. Dal yuqorqida xabar tarqalgan bir paytda Amerika Tinch okean pilotining qo'mondonlik shtabi xabar tarqatib, Carvinson belgilik avtomatka guruhi Santiago shahri dengiz harbiy portidan ayrilib, 2-ayning 10-kuni Guam dengiz armiya harbiy portiga yetib bordi deb ko'rsatdi. Demek allaqachon Osiyodagi Guamga yetib keldi degan. Koreya Jongyang Ribao gazeti 13-kuni mundaq ko'rsatdi. Bu avtomatka Sharqiy Tinch okean 3 harbiy parxodlar guruhiga tava edi. Bu qatim G'arbiy Tinch okean tarafga o'tib chorlash elib berishi bu oz uchraydigan bir hodisadir deb ko'rsatdi Koreya gazeti. Koreyada turishliq Amerika armiyasining bir harbiy amaldorlari mundaq ko'rsatdi. G'arbiy Tinch okeanga mas'ul 7-skadron Yaponiyaning Hinshiho dengiz portida turayotgan Rigan belgilik
Amatkala gruppasi ega bo'lib turuqliq yana bu qatam Karmensin belgilik Amat gruppasini bu yerga avatishi haqiqatan az uchraydigan bir ahvol deyish. Amerika dengiz armiya vaqt gezisi mundaq ko'rsat. Uzundan bir Amerika Tinch okean qo'mondonlik shtabining qo'mondoni admiral Harry Harris qatorliq rahbarlar Janubiy Jungo dengizida Jungoga qattiq keskin harakat qilishni tashabbus qiladi. Erkin qatnash huquqini yo'lga qo'yish xalqaro nizomlar ostida Amerikaning huquqini oydinlashtirib masalasi emas. Amerikaning aloqador rayonlardagi ta'sir kuchini kafolatga ega qilish masalasini o'z ichiga oladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakesh Tillerson guvohlik berish yig'inida ayni chog'da Jungoning bu yasab olgan orollarga yaqinlab kelishini to'sish jihatda etilgan pozitsiya qo'llanilganligini bildirgan edi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakesh Tillerson davlat majlisida guvohlikdan o'tgan yangi tayinlangan vaqtda 2 ayning boshlarida tasdiqlandi. Guvohlikda o'tganda nima degan? Jungoning Janubiy dengiz yasab olgan orollar bildirgan pozitsiyasi mundaq dediki, orollarga yaqin kelishdan to'sish Jungoni. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bu orollar echib etilgan pozitsiya tutdi. Bu echib etilgan pozitsiya siyosat jihatdan nima ma'no berdi, harbiy ishlar jihatdan nima ma'no berdi, bu yerda aniq emas. 2017-yil erkin qatnashni yo'l qo'yish huquqini ijro qilish to'g'risidagi xabarlar Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattisning Yaponiya hukumatiga kafolat berib, Amerika armiyasi Janubiy dengizda Jungoga texnik keskin tadbir qo'llanishni planlayotdi degan gap bilan o'xshash va bir yerdan chiqdi. Yuqorqi amaldorlar yana mundaq ko'rsatdi. Bu plan tartib bo'yicha yuqoriga yo'llandi. Prezidentning imzo qo'yishini kutib turdi. Natijaning yangi hukumatning Osiyo siyosatining oshkorlanishi bo'lib qolishini umid qilamiz. Demak, bu qatam bu planga harbiy ishlar planiga prezident imzo qo'ydigan bo'lsa, demak shu orqaliqla yangi hukumat, ya'ni prezident Trump hukumatining Osiyo siyosati nima degan savolga javoban Osiyo siyosatining oshkorlanishini bir natija bo'lib qolishini, oshkorlangan Osiyo siyosatining bir natija bo'lib qolishini umid qilamiz. Gazetda Dengiz armiya gazeti davat. Amerika Xalqaro va strategiya tadqiqot markazining tadqiqotchisi Glaser 12-kuni Dengiz armiya vaqt gazetiga mundaq ko'rsatdi. Zodi qaysi maqsadga yetadiganligi to'g'risida prezident Trump hukumati qaror olishi lozim. Savolga diqqat qiling vatandoshlar. Prezident Trump hukumati zodi qaysi maqsadga yetadi? Masalan, Janubiy dengizga omadga avatishdan maqsad nima? Siyosiy jihatda qaysi maqsadga yetadi? Bu to'g'rida prezident Trump qaror olishi lozim. Amerika Jungoni Janubiy taqim orollarida yasab olgan orollardan chekinishga majburlamdi yo'q. Manda savol ekan, manda retorik savol ekan. Janubiy taqim orol Amerika Jungoni Janubiy taqim orollarida yasab olgan orollardan chekinishga majburlamdi nima? Men gumon qilyapman dedi Glaser. Demak, yasab olgan orollardan Jungoni chiqishga majburlamdi nima? Vaqtida qanday qildi vatandoshim o'ylab ko'raman bu ishni endi. Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasi 12 dengiz mili ilgirlab berib, Jungoning bo'sug'isiga berib, Jungo o'zi yasab olgan orollarni harbiylashtirdi. Bu yerga raketalarni o'rnatdi, harbiy aeroplan stansiyasi soldi, port qurdi degandek. Mo'shularni qildi. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning mo'shuraylardan chekinishga majburlamdi nima deb savol qo'yibdi tadqiqotchi Glaser.
Ama Amerika quruluş qilishni cheklash, ama Amerika bu rayonlarda quruluş qilishni cheklash, harbiyleştirishni cheklash hamda Jungoning bu arallar oldingi sepidan foydalanib, bu arallar oldingi sepidan foydalanib, qo'shni davlatlarni qo'rqitadigan, majburlaydigan taktikini cheklaydigan tadbirlarni yo'lga qo'yish kerak. Demek yukarıda körepetli hürmetli vatandaşım birincisi pul sahasıda Jungo pulunu kontrol kılıcı devlet tepce karlışı mümkün bu doğruda Prezident Trump bir işaret verdi dedi. Endi gördüğünüz ki Amerika Koşmuş Ştatlarının 7. skadronu turuluk denizde onun üstüge Carvins'in belgelik Amatka bu suretteki nimesini sanap baksam suretteki Katar'ını sanasam o 7 tane parkot iken her bir parkot bu parkotni hazır Janubi dengizge 12 mil. Yani Jungo'nun devlet çigrası dep atalgan. Arallağı yasıp algan harbiy leştirilgen arallağı yakın 12 mil ilgirlep kirdi degenlik nemeden derek bir hürmetlik vatandaşım. Xudo o'zingga emanet.